Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun siz bilan Tegafu podkastining 2-sonida ko'rishib turibmiz. Bugungi mehmonimiz siz kutganingizdek Mirkarim Tolibiy. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'smirlik davrlaridagi yoshlarning rivojlanishi hamda ularning kasb tanlashi haqidagi mavzuda gaplashamiz. Ha, albatta, bugungi mavzuyimiz juda dolzarb. Aynan o'smirlarimiz ma'lum bir kasbning orqasidan quvishni boshlash kerak bo'lgan davr. Bir tarafda, ikkinchi tarafda jinsiy yetilish, ichki ziddiyatlar avj olgan bir paytda ularni kasbga yo'nlash masalasi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, aynan keling bugun siz bilan shu o'smirlik davridan boshlaylik. Ustoz, siz mana tajribangizdan kelib chiqib, bir jamiyatga foydali yetuk psixolog sifatida shu bugun yosh davrlarni bir alohida mavzu sifatida ko'rib chiqib, hamda yoshlarimizni qanday qilib yaxshi kasb egasi bo'lish haqida gaplashsak. Sizga beradigan bugungi birinchi savolim ruschada aytilganda подростковый возраст, ya'ni bolalarning o'smirlik, ya'ni o'tish davridagi, ya'ni kasb tanlashga to'g'ri kelib qolayotganligi haqida shu yosh davrlarga bir alohida o'zingiz ta'rif berib o'tsangiz. O'smirlik davri. O'zi yosh davrlar deganda antogenezda insonning shu tug'ilishidan to o'ligigacha bo'lgan davrni o'rganish biz asosiy psixologiyada yosh davrda o'rganiladi. Ushbu davrlarning har bir bosqichi o'ziga xos namoyon bo'ladi. Bugun endi aynan kasb mavzusi bo'lganligi uchun o'smirlik yosh davri haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qolganlar podkastlarimiz albatta inshaalloh yangi mavzularni olib chiqarganmiz. Har bitta yosh davriga to'xtalib o'tamiz. Bugun o'smirlar. Aynan hozirgi kunda jamiyatimizdagi bir yoshlarga oid davlat siyosatini oladigan bo'lsak ham, ijtimoiylashuv, globallashuv jarayonida axborot asri, raqamli texnologiyalar asri nuqtai nazardan qarasak ham juda og'ir kechyapti. Ota-onalarning ko'pchiligi aynan o'zimizga murojaat qiladi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi muammolarni kuzatadigan bo'lsak, farzandi bilan kechayotgan munosabatlardan qiynalayotganini aytishyapti. Xuddi shunday. Ha, lekin masalani ikkinchi tarafi, uchinchi, to'rtinchi tarafi bor, ota-onalar bunga e'tibor qaratmayapti. Ya'ni akseleratsiya jarayoni juda rivojlanish, ijtimoiy tarmoqlar bolalar ongiga biz bilgan davrdan ko'ra ertaroq kirib kelganligi uchun yoshlarimiz ko'p narsani oldinroq bilyapti. Sababi 21-asr texnologiya asri bo'lib ketgan. Ha, shunday. Endi bola kasb tanlamoqchi, qaysidir kasbga qiziqadi, o'sha kasbni tanlaydi. O'sha kasb bo'yicha uni albatta maktabda ustozlari tayyorlab, ustozlaridan qiziqib, qaysidir sohaga qiziqadi. Ammo lekin ota-onani farzandini kelajagi bo'yicha taqdiri aniq. Mana shu muammoni ko'pchilik ko'rmayapti. Xo'p, siz bilan biz davrimizda mana hozirgi kunda IT olaylik, sun'iy intellekt bilan ishlash, AI lar juda ham rivojlandi. Hozirgi kunda IT sohasi juda ham rivojlandi. Kundan kunga rivojlanyapti. Bu rivojlanish hattoki falsafa nuqtai nazaridan qarasangiz, insonlar falsafani o'ylab topdi, falsafa keyin insonlarning o'zini o'rganishni boshladi degandek, texnologiyalar yaratilar ekan, texnologiyalar yaratilib bo'lindi, keyin biz industrial jamiyatdan post-industrial jamiyatga o'tamiz. Hozir ham shunday bosqichma-bosqich bo'lyapti. Industrial jamiyatda insonlar texnikani boshqargan bo'lsa, post-industrial jamiyatda bitta texnika, bitta dastur yoki bitta inson barcha texnikalarni boshqaradi. Xuddi shunday. Ishchi soni kamayadi. Oldinlari biz to'g'risini aytaman, darslarga slayd yasash uchun PowerPoint dasturidan foydalanardik. Ma'lum bir rasm, grafik dizaynni topish uchun Photoshopga kirib, uni kerak joyini kesib olib, bolalarga tushunarli bo'lish uchun slaydga rasmga qo'yardik. Hozir esa internetga kiramiz, sun'iy intellektga yozamiz. Hamma narsa tayyor. Dizayn tayyor. Biz bunga faqat matnni qo'yib chiqsak bo'ldi. Kerakli matnni olib kitobdan qo'yib chiqib yoki amaliy tajribalar bilan bo'lishsak bo'ldi. Ota-onalarimiz ko'p hollarda shunaqa qilishga olib kelishyaptiki, farzandlari qiziqayotgan sohaga e'tibori yo'q. Hozirgi kun nuqtai nazardan qaraydi. Farzandlarini o'zi to'g'ri deb bilgan kasbga yo'naltiradi. Farzandlar o'zi sevmagan kasbda ulg'ayishni boshlaydi. Ko'p hollarda bu bolalarni kelajakda qaysidir kasbni mukammal egallashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sizning fikringizdan hozir men bitta zo'r fikr tug'ildi. Bu xalqimiz orasida odamlarda o'rnashib qolganda miyaga qanday bir stereotip sifatida ham aytsa bo'ladi bu. Otasi prokuror bo'lsa, bola
aynan yurist bo'lishi, ota vrach yoki shifokor bo'lsa, bola ham shu shifokorlik kasbini tanlashga majbur qilishadi. Shunday. Mani hayotimda bor narsadan sizga hozir bitta misol keltirmoqchiman. Mani o'rtog'im bor, juda yaxshi bola, doktor, vrach, Sampini bitirgan, lekin shifokorlik kasbida sadoqat bilan xizmat qiladi, ilmni chuqur egallagan, lekin u shu kasbni egallashiga otasi uni etgan. U otani so'zidan chiqa olmasdan shu kasb egasi bo'ldi, lekin bugun otasi sen xohlagan kasb egasi bo'ldisa, u 6 yil o'qiganini, shuncha yil ishlagan tajribasidan voz kechib ketishga tayyor. Ya'ni nima demoqchiman? Miyamizda qotib qolgan stereotipga qanday baho berasiz? Ota-onamizning tajribasiga e'tibor qaratsak, nima uchun nonni asra, yomondan yortiq qoshiq, bizda juda odob, axloq O'zbekiston jamiyatimizda juda yaxshi rivojlanganda, nega? Chunki insonlar paytida to'y boqat yemagan. Farzand boqishga ota-onasini qiynalganini yo ko'rib katta bo'lgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa eshitib katta bo'lgan bo'lishi mumkin. Va ota-ona o'zini farzandini kelajagidan qayg'urayotganini noto'g'ri ifodalaydi. Ko'p hollarda noto'g'ri ifodalaydi. Endi bu yerda albatta Freyd o'zining ta'limoti bor. Inson o'zini ichki kechinmalarini, qo'rquvlarini tashqariga qo'rqib emas, g'azab bilan chiqaradi. Siz farzandingiz telefoningizni ko'tarmayapti, oradan 8 soat o'tib telefoningizni ko'tarib, "Labbay dada" dedi. Siz nima deyishingiz ma'lum O'zbekiston jamiyatida. Lekin o'sha og'riq bor, og'riq ortida farzandingiz o'lib qoldimi? Farzandingiz yo'qolib qoldimi? Xavotir bor. Xavotir biz teskari ifodalaymiz. Kasb ham mana shunday. Kasb yo'naltirish ham shunday. Bolam seni mendan keyin och qolib ketishingdan qo'rqaman. Bolam ertaga oilani boqa olmasdan kasb izlab, qaysidir ish topa olmasdan oddiy ishda deylik. Kasblarni nomlashga ham qo'rqaman to'g'risi. Har bitta kasb o'ziga xos, insonga zavq beradi. Oddiy ishda qolib farzandingni boqishga qiynalishingdan qo'rqyapman degan so'zini senga bu kasb bo'lmaydi. Nima qilasan bu kasbni tanlab? O'zim bolaligimni eslasam, o'smirlik davlarimda kimyo fanini zo'r o'qiganman. Mendeleyevning davriy jadvalidagi 118 ta moddani yodlab chiqqanman. Vodorod, geliy, litiy, berliy, bor ikkilamchi masala edi. Oksidlanishi, ionlanishigacha yodlab chiqqanman. Sabab muhabbat kuchli bo'lgan, ustozimiz zo'r o'tgan. Fanga nisbatan doktor bo'lish. Biologiyani endi men o'zim yoqtirgan fanga kirardim-da. Ana 3 savdoidagi masala edi-da. Hind filmi bor-ku mashhur. O'zim yoqqan fan kiraman. Endi hamma fanni yaxshi o'qiganim uchun, tarix, geografiya, biologiya, kimyoda yaxshi o'qiganligim uchun tarix fanida biologiya to'g'ri kelib qolsa, men biologiyaga chiqardim. Tarix ustozim chiqardi. Men o'zimni tengdoshlarimga ham dars o'tardim. O'zimdan pastdagilarga ham dars o'tardim. Ustoz darsga kirib, nimadir mavzu desa, tayyorgarlik ko'rib kelib tushuntirib berardi. Tarix ustozim chiqardi. Men senga yaxshi dars o'talmayman, desa xafa bo'lib, o'zimni aybdorlik hissidan o'tib pastga tushardim. Tarixga ham kirgandan keyin shu 1822-yillar Braziliya jahon tarixini juda yaxshi ko'ramiz. Braziliyaga futbolda ham muxlislik qilganmiz, haligacha muxlislik qilamiz. Har bittasini tez-tez javob berib tarixda, geografiyani ham tez-tez javob berib tepaga chiqishdan maqsad. Biologiyaga. Ha. Mana bu ishtiyoqni ko'ryapsiz. Endi bu layoqat ekanda baribir. Inson ma'lum bir sohaga layoqat bilan tug'iladi. Mana tibbiyot mutaxassisi bo'lish uchun layoqat tug'ildi. Otam uyga borib tibbiyot mutaxassisi bo'laman desam, ichi-ichi vaqtga olib yurasanmi dedilar-ku. Avlodimizdan doktor chiqmagan, yig'ishtirib karosh o'rgaydi deyshadi bizda. Endi misol uchun meni otam veterinariya universitetini tugatgan, ichi-ichi vaqtga olib yurasanmi deganda. Bu ham tushunchada muhabbat o'ldi-ku. Keyin medkolojga topshirdim, kira olmadim. Keyin shu bilan o'qimayman dedim. Chinoz tumanida agrosanoat va tadbirkorlik kasb-hunar kolleji bor. Endi u davrdagi tarixni aytadigan bo'lsam, haqiqatda biz ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz. 3 yil kollejga borilmasdi, lekin 3 yildan keyin borib diplomni olib kelardi, mahalladagi akalar. O'zim shunaqa. Mana shu kollejga men bordim. Bitta darsga kirdim-ku. Ustozlar darsda yorib tashayapti. Men qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, konserva sohaga topshirganman. Keyin turdim, yurdim, baribir ilmga bor, kompyuter sohasiga qattiq qiziqib ketdim. Kompyuter o'rganaman. Texnologiya yaxshi rivojlanayotgan payt. Ha, bu 2012-yillar Photoshoplar endi rivojlanayotgan payt, Photoshop 8-9lar, keyin endi 10lar chiqayotgan payt edi.
Keyin tars etib o'tirdim, kompyuterni o'rgandim. Dekabrda kompyuter sohasiga o'tdim. Kompyuter sohasiga o'tamasam, otam aytdi, baribir endi dehqon oilasida katta bo'lganmiz, qishloq xo'jalik sohamni otam yaxshi degandi. Keyin seshti ishlashim bo'ladi deb tushuntiryaptilar. Kompyuterga o'taman desam, ko'zingni ortib yurasanmi dedilar. Mana bu jarayonda endi o'smirlik davrigacha meni ota-onam nima degan bo'lsa qildim. Layoqatlar o'lib o'ldi eson-omongina. Ungacha yana ikkita layoqatim o'lib bo'lgan, uni ham aytib beraman hozir. U davrda o'tdingiz? Aynan shu o'tdim, o'sha kompyuter kelgan paytda o'smirlik davrida ota-onaning ahamiyati farzand uchun yo'qoladi. Kasb tanlashda, hayotiy maqsadda birinchi darajaga ustoz chiqadi. Ustoz ideal sifatida ko'rish boshlaydi. Chunki bu o'zi aslida psixologik ta'limot nuqtai nazaridan jins identifikatsiyasi bo'yicha inson, misol uchun siz bilan biz kattaroq odamni, ustozni hurmat qilyapmizmi? Demak biz u insonni ota obrazini ko'ryapmiz. Ya'ni o'zimiz otamizni gavdalanmagan ustozni ko'ramiz. Endi ustozlarim shunaqa zo'r. Bitta ustoz, haqiqatan Alloh rozi bo'lsin ustozimdan. Xurshidga degan ustoz bo'lgan kollejda. Bitta ustozlik fenomeni shakllanishida hayotimda ustozlarim o'rni juda katta. Har bitta bosqichda. Shu ustoz dedim, darsdan keyin bordim. Meni shogirdlikka olasizmi, kompyuter o'rgatasizmi deganmanda. Birinchi darsda pulli degandek qilganlar. Iqtisodga borib taqaldi. U davr qishloq bo'lgan. Endi men xijolat bo'lib, yurak yutib borganman. Shunda so'raganimda pulini etsa pulim yo'q deb aytaman degan darajadamanda, muhabbatim kuchliligidan kompyuterga. O'rgansam bo'ldi. Pulim yo'q deb aytaman, kerak bo'lsa o'sha xonani polon emasga tayyormanda, to'g'risi o'sha davrda. Ustoz, men ilm o'rganaman deb kelgan bolalarni yelkasidan itarmayman deb shunda bag'riga tortganda. Shuni ko'chirgan ekansiz ustozingizdan, ha? Shunday kompyuterxonaga olib kirib, topshiriq berishni boshlagan. Men o'rgangan mishkani tagida zo'ldirib bo'lardi. Dumaloqda taqir aylantirar edik-da. Kompyuter sohasini o'rgandik mana, ustozdan Alloh rozi bo'lsin. Hamma joyda ustozlar bilan yaxshi bo'lgan, ustozlar hurmat qilgan. Ustozlar men chunki haqiqatan ustozlarga nisbatan muhabbatim boshqacha bo'lgan, ko'ksim qo'limda. Chunki ular menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan, ular meni eshitgan. Chunki men o'smirlik davridan o'sha ilk o'spirinlik davriga o'tib boryapman. Baribir kitoblarda yozilganidek bo'lmaydi bu, cho'zilishi mumkin, erta boshlanishi mumkin-da. O'sha davrda ustozlarim menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Otamdan ham ko'ra ko'proq ustozlarimning gapiga, ustozlarim aytganini qilardim. Hunar o'rganish uchun video montajchi Jamshidga ustozga, Dilshodga ustozlarimni o'rganganman. Hunar kompyuter o'rganyapman, bu yoqda video montaj, Photoshop o'rganyapman. Ustoz kompyuterda video montaj qilish bo'yicha ancha yuqori tajribaga ega. Shuni aytib qo'ymoqchiman sizlarga. 8 yil. 8 yil Premiere, After Effects, Photoshop hammasini ishlatganman. Filmlardan hozir ham darslar, slaydlarda foydalanib turaman. Podkastimiz montaj qilayotgansizda ustoz. Farqi yo'q aka. Agar kompyuterdan hujjatlarni qilsanglar, menga farqi yo'q. Hammasini qilaveraman. Insonlarga bosh egish masalasi borki, nima uchun iltimos qilish shu narsa yo'q. Chunki ustozlarim ishonch bildirgan-ku, bilmasam ham bilaman deyman. Ustozni ishonchiga nisbatan hurmat kuchli, chunki e'tibor bolalikdagi travmalarimga borib taqaladi va ular ijtimoiy inqirozli davrga o'tgan, men uni yashab o'tganman. Ya'ni shu travma bilan inqirozni tushuntirib o'taman. Siz anglamasangiz u travma. Anglasangiz inqirozli davr yashab o'tish kerak. Men yashab o'tganman. Yashab o'tib ketish osonroq. Endi yashab o'tish ham o'zgarish qiyinchiliklari bo'lgan. Endi hammada har xil kechadi, bu psixikaning kuchiga bog'liq. Bilmasam, YouTube'ni yoqib, o'rganib, ingliz tilidagini ko'rib qilardim. Shu darajada. Sabab ustozlarning ishonchi, ishtiyoqi aynan o'sha o'smirlik davrida juda katta yordam bergan bizga. Layoqatni bor qiladigan ham, yo'q qiladigan ham ustoz bilan ota-ona. Aynan o'smirlik davrida bola nimanidir qilaman dedimi? Mayli o'xshamasa, $500 ketyapti. Mayli $500 zato o'shani noto'g'riligini o'zi bilib olsin. Ota-ona o'zini qarichlari bilan, o'zini mezonlari bilan farzandiga hamma to'g'ri yo'lni ko'rsatishi bu to'g'ri, lekin hamma to'g'ri yo'lni ko'rsatib, men bilaman deb o'ylash noto'g'ri. Bu fikr to'g'ri. Men qo'shilaman. Sabab men o'zim jiyanlarimdir, yosh bolalardir yoki mana talabalarimiz hozirgi kungacha men bilan bitta joyda o'tirib ishlasa, mazza qiladi. Chunki bunday qilsam maylimi, bunday qilsam maylimi desa, senga qanaqa yoqyapti deyman. Menga mana bunday qilishdi, shunday yoqadi. Senga stulda qanaqa o'tirish yoqadi? Mana o'tiraver. Zato unga shunaqa o'tirish yoqyapti. Lekin nima deyman?
senga shunday o'tirish yoqyapti, o'tiraver, men qarshi emasman, lekin boshqa joyda e'tiborli bo'l, bu odobsizlikka kiradi. Shuning uchun aytaman, ustozga tik boqma, odobing saqla, shogirdsan, sen doim burchingni oqlama. Endi mana shu bolalar, talabalarda qarang. Bular ilk o'spirin yoshiga yetgan yoshlar. Shu gaplarni gapirsam xursand bo'lib ketadi. Hali ham o'smirda. Fikrlashib o'smirdek. Ishonch kerak. Ichki bola, tranzakt tahlil bo'yicha ichki bolasi. Men darsga kirsam ham, "Xo'p, bolajonlar" deyman. U yerda 70 yoshlik ham, 60 yoshlik ham, 45 yoshlik talaba ham bor, sirtqi ta'lim shaklida. "Xo'p, bolajonlar" dedimmi? Men to'g'ridan-to'g'ri ichki bolaga murojaat qilaman. Menga uni katta fikrlashi ham kerak emas hozir. Diqqatni bittadan tortish usulida bu. Ota-onasi ham kerak emas, menga ichki ota-onasi ham, menga ichki bola kerak. Tinglanmagan bola kerak. Men uni tinglayman. Darsda ular o'zini talabaligini unutib qo'yadi. Orada bir yosh bolada yig'lab beradi, yosh bolada xafa ham bo'lib berishadi mendan. Ha, yaxshi deyman. Bola u. O'smirlik aynan o'sha bolalik davriga taqalgan davrda bolani to'g'ri yo'naltirish bu juda katta kuch va mashaqqat va mehnatni talab etadi. Bitta san'at deb hisoblayman men. Bu san'at, haqiqatda bu bir san'at. Bu san'atkorlar deydi-ku, ota-ona bo'lish, ustoz bo'lish, san'atkorlar. Ustozlarimizga ham hozirgi kunda maktabga mana boryapmiz. Qiyin. Juda qiyin. Hamma bolasini tarbiyasizligida maktabdagi ustozni ayblaydi-da. Kechirasiz, maktabdagi ustoz ta'lim beradi. Tarbiyani ota-ona berish kerak-da. Chunki maktabda dars 45 minutda o'qituvchi uni kelmagani bilan shug'ullansinmi, uyga vazifasini tekshirsinmi, yangi mavzuni o'tsinmi, uni tarbiyasi bilan shug'ullansinmi, qaysi biriga ulguradi 45 minutda? Mana shu masala bor. Endi bizda ustozlarimizda ajoyib fikrlari bor. Shu Nizomiyda 2022-yil bahorda konferensiya bo'lganda Vasiliy Karim va ustozimiz aytdilar. Oldin biz tarbiya beraylik. Ta'lim keyin yuqadi. Tarbiya buzilib ketyapti. Tarbiya bersak, keyin ta'lim bera olamiz degan fikrda aytganlar. Lekin bu fikrdan oldin men magistrda darsda o'tirgan paytimizda qachongacha bizdan tarbiyani so'rashadi. Bizga ta'lim berishsa, tarbiyani biz o'zi birinchi navbatda bo'lishimiz kerak. Tarbiya ta'limning negizida yotadi. Odob bor insonga ilm yuqib ketaveradi-da. Ana hozir mana bir jumla she'r aytib berdik, ikki jumla. Bu yerda ham odob haqida gap ketyapti. Yoki qadimdan nazar tashlasak, bizda ta'lim dargohlarida ta'lim berilgan paytda odob o'qitilgan. Odob. Va odobni 4 yil o'qisa, u kim biladi? Bizda mana ta'lim berishga harakat qilyapmiz oliy ta'limda, lekin odob masalasi maktabda ham javobi yo'q, oliy ta'limda ham javobi yo'q. Kerak bo'lsa, men mana shu narsani bo'shliqda to'ldirishga harakat qilaman. Talabalarim ko'pi orasida bor, endi 20-30% meni yomon ko'radi. Dars vaqtida oshxonada ko'rib qolsam, dars vaqtida ko'chada kim bilandir telefonda gaplashayotganini ko'rsam, ustozdan mazam bo'lmayapti deb ko'chada telefonda gaplashib ketayotganini ko'rsam, to'xtab yaxki deyman. Kimda darsi deyman. Yomon ko'rsa ham xonasiga olib darsga o'tkazib qo'yaman. Ta'lim olsin. Ko'chada chiqqani qo'rqib shu jim o'tirsin, ta'lim olsin, nimadir eshitib qolsin. 80 minutda nimadir eshitsa, mayli yoqmas unga, balki xohlamas. Lekin shu 80 minutda ustozi qaysidir gap quloqiga chalinsa, shuni o'zi uchun oladi. Chunki biz maktablarda yomon ko'rganmiz, universitetda ba'zi bir o'qituvchilarimizga nisbatan bizda ham yomon ko'rish holatlari bo'lgan, lekin shu ustozlarimizdan o'zimiz uchun kerakli nimadir olganmiz. Mana shu narsani qachonlardir miyasiga nimadir fikr kelsa, men dahoman deydi-ku. Mayli u daho, lekin uni biz bu yoqda so'kib jo'natganimizni bilmaydi. Nima uchun aynan talabalik davriga ham qisqacha nazar tashlaringiz bilan hozir o'smirlik davridagi bo'shliq talabalik davrida ham to'lmayapti. Shunaqa. Darsga kirgan paytimizda birinchi kurslar kelyapti mana oddiy. 17, 18, 19 yoshli bolalar. Yosh bola. 18 yoshdan, 17 yoshdan O'zbekistonda turmushga berishyapti hozir qizdan. Men darsga kiradigan talabalarni ko'rsangiz bor-ku, maktabda bir 9-sinf o'quvchisi deb o'ylayman ularning fikrlashini. Qo'liga bittadan badiiy kitob berib majburlab o'qityapman-da hozir. Kunduzgi ta'lim shaklida 4 yil har kuni yonimizda-ku. Majburlab o'qityapman. Endi qarasa fikrlash hali ham yosh bola. Bir oyda bitta o'qisa ham 4 yilda 48 ta bo'ladi. Bu yaxshi natija. Birinchi topshiriq shu kitobni o'qiydi, keyin keladi.
Chunki men aytaman, mana kitob o'qish nimaga desa, kitob o'qiydigan odam ertaga avvalo o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsa, o'qituvchining birinchi quroli nutqida. Shunday. Nutq ravon bo'lsa, uni kimdir eshitadi. Shunday. Lekin bir so'z ikkinchi so'zga ulamasangiz, bir-biriga zanjir kabi bog'lamasangiz, uni hech kim eshitmaydi. So'z boyligini oshirmoqchimisiz? Albatta badiiy adabiyot, ilmiy adabiyot baribir o'qish kerak. Mana darslarimizdan kelib chiqib, talabalarim endi bizga o'ziga xos laqablar qo'yib olishadi. Bundan xabaringiz bor. Men darslarda qayerda ochiq dars o'tgan bo'lsam ham, katta professorlar Mirkarim darsida kamchiligi yo'q, faqat nazariy emas, ko'cha tilida gapiryapti deb ko'p aytishadi. Endi nima qilay? Men nazariy gapirsam auditoriya tushunmaydi. Nega tushunmaydi? Kitob o'qimagandan keyin tushunmaydi-da. Xuddi shunaqa. Men shuning uchun ko'cha tilida tushuntirib beraman. Nazariyani o'qib beraman-da, tushundinglarmi desam, nima degani u deydi. Men shu qadriyatingizni hurmat qilaman. Sababiki ilm tilida tushuntiradigan bo'lsangiz, ba'zi bir tushunchalarda tushunmaslik holatlari yuzaga keladi. Lekin biz odatiy hayotimiz tarzida kechayotgan voqea hodisani ilm bilan bog'lab turib unga tushuntiradigan bo'lsak, u juda ham oson tushunib eslab qoladi. Tafakkurga ilmiy nuqtai nazardan unga ta'rif beradigan bo'lsangiz, u tushunmasligi mumkin. Shunday. Lekin hayotiy misol orqali unga tafakkur qanaqaligini bittada tushuntirsangiz, u eslab qoladi. Shunday. Endi men shu narsadan ko'p pand yeyman. Pand yeyish degandagi ustozlarimizdan, talabalardan pand yemaymiz-ku, talabalarga o'rgatamiz-ku. Lekin baribir oxirgi kunlarda judayam bu narsa yana ham pastlab ketyapti. Aynan bundoq qarasak, o'smirlik davrida ota-ona kitobga yo'naltirmayapti. Bola hali o'zini topmagan jamiyatda o'zini topish o'rniga boshqa narsani qidirib topyapti. Hamma narsasi bor, yetarli, lekin o'zini anglamagan. Ehtiyojlarini ko'rsangiz, katta ehtiyoji bor, iPhone'im bo'lsin deydi. Fikrlashiga qarasangiz, yosh bola. Qalay mana bo'lar bo'lmas prikolniy gaplar, prikkin deydigan gaplarni gapirib yoki qaysidir konsertlarda eshitadigan ko'cha tilidagi gaplarni gapirib, bu davrda u kasb bo'yicha yo'nalish kerak. Endi keling, mana kasblar haqida gaplashaylik. Klimov bo'yicha kasblar klassifikatsiyasi bor. Odam tabiat, odam texnika, odam badiiy obraz, odam belgilar tizimi deb bo'lib chiqqan. Birinchisi shulardan odam deb. Bular kimlar? Agar kasb tanlash bo'yicha farzandinglarni kasbini, qaysi kasbga layoqatligini aniqlamoqchi bo'lsanglar, men shu yerda aytaman, Toshkent gumanitar fanlar universitetiga kelsanglar, men farzandinglarni qaysi kasbga layoqatliligini o'lchash bo'yicha testlar bo'yicha tekinga diagnostika qilib beraman. Sabab jamiyatimizga bitta kerakli kadr kelsin. Bizdan keyingi yosh avloddan bir kerakli kadr o'zini sevgan sohasida mutaxassis bo'lib yetishsin. Biz undan foydalanaylik. Haqiqatda mana odam o'qituvchilar odam bilan ishlaydi. Ya'ni odam degani o'qituvchi bilan ishlaydi. Olaylik, doktor. Odam. Odam tabiat. Bog'bonchilik, bog'dorchilik, hayvonlar, veterinar, bular odam tabiat. Tabiat bilan hamohang sohadagi kasblar. Men olaylik bo'lmaydi deyish mumkin, lekin bitta gulni o'stirish, men har doim odatda gul olaman, u gul uzoq umr ko'rmaydi-da. Men qayerdan suv quyishni bilmayman, qachon suv quyishni bilmayman. Lekin gulni yaxshi ko'raman. Gul egasini qo'lida, lekin u ancha uzoq yashaydi. Gul egasini qo'lida uzoq yashaydi. Yana o'sib uni ko'rasizda, siz zavqingiz kelib oladi. Xuddiki siz bir olaylik nimanidir olsangiz, gulni ustiz so'lib qolaveradi. Ma'lum bir filmlarda borki, ustiz so'lib qolaveradi. Buni nima qilish kerak deydi. Shunday tasavvur qilaman. Demak, bu kasbni o'zini egasi qilish kerak. Farzandingiz shu kasbga layoqati bormi? Bo'ldi, shu ishni qilsin. Mana odam tabiat ketdi. Olaylik, odam texnika. Demak, farzandingiz texnika bilan ishlashni yaxshi ko'radi. Avtoslesar deyishimiz mumkin. Kompyuter injiniring deyishimiz mumkin. IT sohasi, videochi, fotograf, bular barchasi odam texnika. Texnika bilan bog'langan kasblar. Odam belgilar tizimi. Bular buxgalterlar, formulalar bilan ishlashadi, ma'lum bir belgilar tizimi bilan ishlashadi. Odam belgilar tizimi. Odam badiiy obraz, san'atkor. Olaylik, san'atkorlarning ichida ham yozuvchilari, shoirlar, bular odam badiiy obraz. Mana odam tabiat, odam texnika, odam belgilar tizimi, odam badiiy obraz. 5 ta turdan
qaysi biriga to'g'ri kelishini baland natija chiqsa, o'sha sohaga yo'naltirilgan fanlar bo'yicha bolani tayyorlash kerak o'smirlik davrida. Lekin ota-ona o'zini xohishiga qarab, boya aytib o'tganingizdek, doktor bolasi doktor bo'lishi kerak yoki bo'lmasa o'qituvchini bolasi o'qituvchi bo'lishi kerak. Mendan so'rashadi, nima qilasiz? O'g'lingiz sizga o'xshab psixolog bo'ladimi yo o'qituvchi bo'ladimi desa, o'g'lim xohlagan kasbini tanlasin. O'sha kasbni yaxshi ko'rsa bo'ldi. Shu o'rinda internetda mashhur bo'lgan Lewandowskining intervyusi borki, otasi o'lgandan keyin intervyu bergan. Men otamga rahmat aytaman, hozir meni ko'rib turibdi deydi. Otam haqida aytadigan bo'lsam deydi, otam meni futbolga har kuni o'zi boradi deydi. U deydi, meni futbolchi bo'lib pul ishlashim uchun emas deydi. Men futbolni yaxshi ko'rganim uchun olib borardi deydi. Bolasi yaxshi ko'ryapti, bo'ldi. Bolasi yaxshi ko'rib shug'ullanyapti shu sohada, olib boryapti. Yoki oladigan bo'lsak, mashhur ulamo Shayx Ramazon Buti, Muhammad Sa'id bo'lgan ismlar. Otalari ilmga jo'natavergan ekan bolasini. Endi Shayx Ramazon Buti aytadilar, otamga yordam bo'lsin, bozor qilgan ekanlar-da. Otamga yordam bo'lsin deb talabada, endi bo'sh shanba bizda bo'sh deymizki, otasiga yordam bergani borsa, otalar nima keldingiz? Sizga yordam bo'lsin ota desa, "Ey o'g'lim, agar bu hayotda shu aytadilarki, ilmchalik deydilar, ilmchalik insonga manfaat beradigan, jamiyatga manfaat beradigan, ilm olishchalik bir manfaatli, foydali narsa agar ko'cha sipirishda bo'lganda siz eng zo'r birinchi darajali ko'cha sipiruvchi bo'lardingiz. Lekin bu hayotda mazmuni ilm olishda. Ilm oling degan mazmunda o'zlarining fikrlarini bayon qiladilar. Farzandga to'g'ri yo'l ko'rsatyaptilar. Farzand balkim otamga yordam berishim kerakdir, deyapti. Farzandi yo'q, siz ilm oling hozir deb ilmga yo'naltirilyapti. Bizda biznesga pul topishga nisbatan kam mehnat qilib ko'p pul topishga nisbatan eng kam mehnat qilib hozir ko'p pul topish degan sohaga nazar tashlasak, mana aytib qoldingiz o'zingiz. Eng zo'ri hozir telefon qilasiz. Siz pul yutib oldingiz, plastik raqamingizni 4 ta kodda ayting desangiz, eng oson pul topish hozir shu bo'lib qoldi. Uyda o'tirib, qayerdadir o'tiribdi, endi uydadir balkim. Shular nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan topilinsa, endi menimcha topilingani, shunaqa hakerlik qilganlar ushlangani ma'lum emas. Aynan oson pul topishga o'rganilingan. Odamlarni aldash hayotiy shiorga aylanilyapti. Chunki ota-onaning o'zi ham baribir bolani tarbiyasida katta rol o'ynaganda, o'smirlik davriga oddiy qarab bo'lmaydi. Aynan kasb tanlash bo'yicha. Lekin mana ilk o'smirlik davri o'smirlik davridan keyin keladi, lekin hozir o'smirlik davrida kechadigan jarayon bilan bir xil kechyapti-da. Tuni bilan uyqusizlik, bosin qalash, agressiya bo'lish, agressiyali bolam uryapti ukalarini deydi. Nima sababdan? O'zini sevgan sohasi bo'yicha qo'shimcha mashg'ulot yo'q uni. Unda hozir jinsiy yetilish birlamchi darajaga chiqadi o'smirlik davrida. Bu paytda u aql ishlatsa, inson o'zidagi kaloriyani ishlab chiqarib oladi. Bilsangiz, kitob o'qisa odam tez uyqusi keladi. Chunki juda charchoq bo'ladi. Miya tez ishlaydi juda. Ha, ozish uchun mana kaloriyani sarflash uchun yugurish kerak, sport deydi. Aqliy mehnat qilsa ham o'sha narsa ketadi. Uni o'rniga qo'yish kerak. Bizda o'ziga xos mana uyqu dam olish bor. Bola aqliy mehnat qilsa charchaydi. Jismoniy mehnatda siz ertadan kechgacha ezilib oladigan charchog'ingizni aqliy mehnat qilib 1 soatda olishingiz ham mumkin-da. O'smirlik davrida mana shu bir tizimga qo'yilsa, bola ma'lum bir kasb bo'yicha tayyorgarlik ko'rib borgani yaxshi. Fikr kelib qoldi hozir. Bitta voqea bermoqchiman. Oliy ta'lim vaziri bo'lgan Abduqodir Toshqulov bir intervyularini ko'rganman. Shu odam aytganlar, men bir oyda bir marta yoki 15 kunda bir sartaroshga boraman. Men vazir bo'lsam-da, u sartarosh mendan ko'ra baxtliroq. Sababi u o'zi xohlagan vaqtda dam oladi, o'zi xohlagan vaqtda ishla oladi. Muhimi u o'zining sevgan kasbida deb aytganlar. Demoqchi bo'lganim, u sartarosh bo'ladimi? Etik do'st bo'ladimi? Ruschasiga aytganda sapojnik bo'ladimi? Odam sevgan kasbidan baxt topadi. Men kasb psixologiyasi fanidan kirganimda talabalarimga savol beraman. Kim farzandi etik do'st yoki sapojnik bo'lishga kim ruxsat beradi? Siz leksion auditoda o'tirgan odamni yo 4 tasi yo 5 tasi qo'l ko'taradi. Qolganlari hammasi qarshi. Lekin bola sevib shu kasbini san'at darajasiga sizga olib chiqsa, u
baxt-ku aslida. Unda ham moddiy imkoniyat, ham o'zini sevgan kasbidan baxt topib maza qilib yashaydik hayotda. Lekin biz uyda o'tirib uni tag zamiri, oxir oqibat haqida o'ylamaymiz. Lekin etik do'st, sapojnik desa bitta butkada o'tirgan odamni hayolimizga keltiramiz. Filmlarda qiyinchilik ko'rganlar etik do'st bo'ladi, sapojnik bo'ladi. Bular hammasi filmlarning inson tafakkuriga salbiy ta'sir qilishiga bir misol bo'la oladi xolos. Mana o'zini kasbini ustasi deyapsiz, sartarosh haqida gapirdingiz. Men sartaroshim bor. Meni sartaroshim emas, sartarosh yigitga men borib sochimni oldiraman. 12 ga yozadi. 12 da borsam bo'sh bo'ladi. Kun ora o'zim misol uchun hozir sochimni oldirishimga telefon qilsam, "Yo'q aka" deydi. 3 kundan keyin bo'shman. Siz xohlagan vaqtda emas, u xohlagan vaqt. Vaqti bo'lsa ham, "Aka, undan keyin odamimiz bormi?" desam, misol uchun kimdir "Ha" deb borsang bo'ladi. "Yo'q. Yo'q odamim. Yo'q aka, bugun o'zimga o'zim dam bermoqchiman, men bu yerga bormoqchiman" deydi. "Uka, sochimni olsang bo'ladi-ku" deya olmayman. Sabab u o'zining sohasining ustasi. Sochni chiroyli oladi. Shoshmay oladi. O'zim sochimni o'zim ola olmayman. Boshqa mutaxassisga borsam nima qilishini bilaman. Chig'iriqdan o'tgan va nima uchun men uni hurmat qilaman? Uni xarakteri bor. Uni mukammal sartaroshga aylantirgan bu uni xarakteri. Mana shu xarakterni ko'rsatadi. Men hurmat qilaman. Aytilgan vaqt oldimi yoki bo'lmasam, o'sha bordimmi? "Yo'q aka, odamimiz bormisa?" "Yo'q, prosta juda charchadim, yarim soat yotib dam olay" desa ham "Yo'q" dedim, "Yo'q". Lekin boshqa paytda bo'ldim, bo'ldi. Telefon qilsa ko'taradi. "Labbi aka" deydi. Men yarim soat oldin keldim desam, aytadiki, "Aka 2 ketdimi?" deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Siz bilan biz işte asabiy bo'lib turib, kimdir nima dersa ishimiz tashab qilishimiz mumkin. Lekin o'zining sohasining ustasida. Inson o'zining sohasini aytganingizda san'at darajasiga chiqarsa, oddiy tuz sepishini brend qildi. Nusrat. Tuz sepishini brend qildi. Inson o'ziga bog'liq. O'zining sohasiga nisbatan munosabat qanaqa bo'lsa, o'sha sohani ichida o'zi shunday ishlaydi. Psixolog sifatida biz ham o'zimiz sohamizga nisbatan munosabatimiz bor. Sohamizga nisbatan otilayotgan toshlarga nisbatan bizning o'zimizning munosabatimiz bor. Shunga qarab yashayveramiz. U etik do'st bo'ladimi, tufli moylaydimi, ko'cha supuruvchi bo'ladimi, biri bo'lsin. O'sha sohani zo'ri bo'lsin. Mana Shayx Ramazon Butiyda otalari aytganlaridek zo'r ko'cha supuruvchi qilaman deb. Birinchi daraja oliy toifali deyaptilar-da. Siz supuruvchi deganingizga esimga tushdi. Ijtimoiy tarmoqda bir maxsus trans deyiladi. Ya'ni musor yig'uvchi. Shu o'zini yig'gan musorlarini ijtimoiy tarmoqqa qanday shaklda yig'ishini maxsus trans mashinasi bilan video qilib qo'ydi. Hozir Instagramda shu odam salkam 1 milliondan oshiq podpishchigi bor. Lekin u eski kiyimda ko'chadan musor olib eshigi tagida turgan musorni mashinaga tashiydi. Lekin u shu tashiyotgan vaqtida o'zini qanchalik baxtli ekanligini, xursand ekanligini, u kasbdan qanchada baxt topayotganligini ko'rsatib raqsga tushib musorni to'kadi. Lekin uni shu imkoniyat darajasida videoga olib shuni ijtimoiy tarmoqqa qo'yib, u kasbdan baxt topayotganini ko'rsatib beryapti. Oddiy musor tashuvchi. Gap musor tashishda emas, kasbdan rohat olishda. Bizda kasbdan rohat olish ikkilamchi faktor bo'lib qolyapti. Birlamchi faktor nima deydigan bo'lsak, aynan moddiyatga borib taqalyapti. Yaxshi hayot falsafasi. Jamiyatimizda shu hozir buzg'unchi hayot falsafasi deb aytaman men. Yaxshi hayot falsafasi. Insonlarda shu Gestalt obrazida yaxshi hayot falsafasi mana buncha pul olsa deb o'ylaydi. Yo'q, yaxshi hayot falsafasi mana $1 million olganlarni ham ko'rdik. Qanchadir daromad topadiganlarni ko'rdik. Nima deydi? Men bir kun deydi. Sog'lig'imni yo'qotib qo'ydim. Eng katta baxtim sog'lig'im ekanligini anglab yetdim deydi. Sog'liq qaytadigani yo'q-da. Sog'liq qaytadigani yo'q haqiqatda. Lekin shu o'smirlarimizni bolalikdan mana shu kasb doirasida ezamiz, oxir-oqibat biz o'rganishimiz uchun yana bitta obyekt paydo bo'ldi. Endi nima desa, kasbiy deformatsiyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Kasbdan kuyapti. Mana eng kuchli mutaxassis doktorni kimni bilasiz? Misol uchun sifatlari bo'ladi. Mana doktor bilimli bo'lish kerak, yozgan natijasi to'g'ri bo'lish kerak. To'g'ri tashxis qo'ya olish kerak. To'g'ri tashxis qo'ya olish kerak. Yana nimasi bo'lish kerak? Zo'r mutaxassis bo'lish uchun desa, men aytaman dedi. Sen gapirganingda ensa xotir o'tirish kerak deyman. Nega? Qanaqasiga? Bilsangiz, kuchli doktor mutaxassislar, gapir deydi.
Gapirsangiz ko'zi kompyuterda. Keyinchi. Shunaqa muomala qiladi. Chunki ularda kasbiy deformatsiya bor. Sizdek, bizdek insonlarning dardini eshitaverib tamom bo'lgan. Empatiyasi o'lib qolgan. Charchagan, empatiya yo'q. Bizdagilar nima deydi? Ensa qotirdi, men bilan chiroyli gaplashmadi, muomala qilmadi deydi. Ular planka sal xatoroqda, mezoni. Nima deydi? Voy, yaxshimisiz? Ha, demak, siz bilan qarang, hozir biz zo'r ish qilamiz desa, ha, turaveradi. Siz mana bu dorini olasiz, $100 deydi. Shuni har kuni ertalab ichasiz, hammasi joyida bo'lib ketadi. $50 vrachchi o'zi. Yo'q. U oddiy askarminka xolos 2000 so'm, 1000 so'm turadi xolos u. Shunchaki bu yerda emotsiya sotilyapti-da, hissiyot sotilyapti. Bizdagilar shu tadashib qolyapti. Bu inson qotirar ekan, kuchli vrach bo'lsa ham, nima gapiru? Oddiy holatda. Shuning uchun kasbiy deformatsiyalar bo'lmasligi uchun ham odam o'zi sevgan kasbida bo'lish kerak. O'zi sevgan kasbida mana olaylik, harbiylarimiz. O'zi sevgan kasb, vatan himoyachi, qo'riqchilik, bolalikdagi orzu-ya. Biz mahallada bir inson bor. O'zini karnesurniy sostavi bor. Harbiydan chiqqanlar deyishadi. Bolalari endi o'smir bolalarni ham kuyov bola qilib beradi. Qaysi ma'nodaki soqol olingan bo'lishi kerak. U sariq mo'ylov bo'lsa ham olinadi. Sochlar doim to'yga borayotganda akantovka bo'lishi shart. Tufli mashinaga karnet olgani borgan uyga borganda moylanishi shart. Kuyovni uyga borib chol chiqqandan keyin to'yxonaga borganda yana changi tozalanishi shart. Bilamizki, harbiylarimizda, aynan armiyada ham xizmatda ko'rgansiz, oyoq kiyimga nisbatan juda e'tibor, formaga nisbatan e'tibor kuchli. Mana shu ham bir kasbiy deformatsiyaning bir turi. Yoki tergovchi bo'lgan inson qayerdasan, nima qilyapsan, qachon, kim bilan? Tergovda berilgan savollar miyada aylanaveradi. Bu ham kasbiy deformatsiyaning bir turi. Kimdir kasbdan kuyyapti hozir. Shunaqa. Mana o'sha boyaga aytganingizdek, sizni doktor tanishingiz bo'lsa, men o'zim kursdoshim bor. Men psixologiyada o'qigan bo'lsam, u pet psixologiya magistrida o'qigan. Ikkalamiz bir oyda himoya qildik. O'tgan yili himoya qildik doktorskiy ishimizni. Nima qilyapti ekan u desam, otasida yurist bo'lganligi uchun o'zini sevgan sohasini mana shu joyda doktor bo'lsa ham o'rindosh ishlab, bu yoqda bakalavrda ikkinchi mutaxassislikka yurist sohada o'qiyapti. Unaqalar oramizda juda ko'p. Juda ko'p. Otani kasbini ushlab qolish, otani hunarini olib qolish bu yaxshi narsa. Yaxshi narsa, o'sha hunar baribir yaxshi. Lekin agar farzandimiz boshqa bir sohaga layoqatli bo'lsa, biz o'sha layoqatli sohasiga qo'yib berishimiz kerak. Ota-onalarga men oxirgi paytda ko'p aytayapman, farzandingizni hunarga bering, o'ziga yoqqan ishni qilsin. Masalan, o'zim psixolog bo'lsam, bozorchilikdan ancha ko'p narsadan xabarim bordi. Bu baribir endi bolalikdan olgan tajribangizda, baribir bolalikda olingan ilm toshga o'yilgandek deganlarda naqsh kabida. Bizda ham shunday. Yoshlarimizda ham agar hozir ota-onalar ularni o'ziga to'g'ri keladigan kasb bo'yicha fanga yo'naltirmasa, o'sha fan bo'yicha o'zini mutaxassis bo'lgan ustozlarga biriktirmasa, ertadan bu kundan kunga oson pul topish falsafasi, ya'ni buzg'unchi falsafa ishlashni boshlab, insonlar bir-birini tap tortmay aldashga o'tilinadi. Hozirgi kunda ham ko'ryapmiz, dinimizdan, islom dinidan, o'zbek millatini e'tiqodidan foydalanib, juda ko'p aldov holatlari bo'lyapti. Xuddi shunday. Endi oramiz yaqin, mana 5 yil o'tgan bo'lsa, zamonaviy kasb degan tushuncha kirib keldi. Kutilmaganda odamlar bundan aql bovar qilmas darajada moddiy manfaat ko'rishdi. Lekin kutilmaganda AI'lar kirib keldi hayotimizga va zamonaviy kasblarni ma'lum bir miqdorda pastroqga tushirdi plankasini. Shunday. Ma'lum vaqt o'tib bu sun'iy intellekt yanada rivojlanadigan bo'lsa, ma'lum bir zamonaviy kasblarga bo'lgan talab yana ham kamayadi. Shunaqa. Shu haqida fikringiz nima? Bu globallashuv jarayonining asosiy sharti. Mana rivojlanyapmiz. Yana ham Yevropa darajasida emas, Yevropa bilan, lekin biz mustaqillik yilimizni o'zida erishayotgan yutug'imiz, lekin ancha yaxshi. Mustaqillikka 100 yil bo'lib rivojlangan mamlakatlarga, 300 yil bo'lib rivojlangan mamlakatlarga qaraganda tayyor modeldan olib foydalanish osonroq bo'lyapti bizga. Xo'p, bu yaxshi. Inson omilini kamaytiradiki, qaysi ma'noda urush bo'layotgan paytda internet, sun'iy intellekt borib, raketalar, boshqaruvchisiz raketalar borib,
ko'ryapmiz, jahonda urushlar bo'lyapti. Inson omilisiz. Bu yerda faqat texnika raso bo'lyapti, odam sog'lig'iga zarar bermayapti. Hozir har qanday oshxonaga kirsangiz, aynan chek qog'ozlardan foydalanib, yana kunlik molini hisoblab, qanchasini sotdi, qanchasini shart emas, o'sha dasturga urishadi, nima ketyapti, umumiy soni kiritilgan yoki mana soliqqa har bitta chek uriladi, o'zidagi molni ham hisobi kartinasi ko'rinadi. Mana bu ham insonni bosh og'rig'ini kamaytirib beryapti, bir karra qilib aytganda. Yoki aptekaga kirsangiz ham qaysi dori nechta qolgani ko'rinadi. Umumiy sonda. Bo'lmasa bitta doriga kirib ketib, bir haftadan keyin dori yo'q deb chiqib ketsa ham, inson qanchadir muddat vaqt yo'qotadi. Vaqt yo'qotadi. Bu rivojlanishi ijobiy taraflari. Rivojlanyapmiz. Mana oldinlari bilmadim, viloyatga chiqqanda Google karta qanaqa ishlagan, internet bo'lmasa ishlamagan, yo'lni adashtirib ko'rsatib yuborgan, internetsiz yoki bo'lmasa mana viloyatga safarga chiqqanda radarsiz ham telefoningizdagi ma'lum bir sun'iy intellektlardan foydalanib, manzilingizga shu ma'lum bir tezlik chegarasini saqlagan holatda radardan talofatli ko'rmasdan talofatsiz borib kelishga xizmat ko'rsatyapti bu texnikalar. Yaxshi tarafdan qarasak bo'ladi. Mana svetoforlar ishlayapti, kameralar insonni mana yoki siz bilan yaqinda Qozog'istonga bo'lgan safarimizda ko'rdingiz. Agar siz chetdan borsangiz ham Face ID bo'yicha kamera sizni yuzingizni chegarada olgan, o'sha bo'yicha pasportingiz bo'yicha sizni yuzingizga jarimani belgilab qo'yadi. Qoidadan ishtiraf to'lab o'tasiz. Bo'lmasam qolib ketasiz yo'lda. Misol uchun oddiy misol, rivojlanish yaxshi bu. Kimnidir qidirib topish kerak bo'lsa ham mana zo'r ishlayapti kameralar. Hammasi joyida. Texnikalar 16 etajga, 20 etajga mana Nestvon etajlari ko'p bo'lasiz yoki Pyramid Tower texnikalar yordam beryapti. Sun'iy intellekt, texnika algoritm ishlayapti. Bu yaxshi ijobiy tarafi. Endi salbiy taraf ham o'ziga xos. Aynan bu texnikaning ijobiy taraflaridan yoshlarimiz ma'lum bir salbiy, noto'g'ri talqindan ham foydalanishyapti. Buni ham hisobga olib qo'yishimiz kerak albatta. Agar yoshlarimiz bu narsalarni to'g'ri tahlil qilib bormasa, texnikadan ijobiy maqsadda foydalanmasdan salbiy maqsadda foydalansa, bu ham insonni zarariga ishlaydi. Har narsadan inson o'zini ilmidan kelib chiqib to'g'ri maqsadda foydalansa bo'ladi. Hattoki atom bombasi ham avvalambor boshida modifikatsiyalashmagan paytida quduq qazish uchun foydalanilgan. Maqsad suv chiqarish uchun foydalanilgan. Keyinchalik bu rivojlantirilib, nima darajaga olib kelishini va jahonda yetakchilik uchun katta harakatlar bo'layotganini ko'ryapmiz. Shu aytganimizdek, aynan shu o'smirlik davrida agar nimanidir to'g'ri tushunmayaptimi, unga ustoz kerak. To'g'ri yo'lga ko'rsatish uchun ustoz kerak. Bu ustoz orqali hunar o'rgansin, to'g'ri yo'lga qadam tashlasa manfaatli bo'ladi. Shu joyda bir hozir siz gapingizni eshitib ustoz ko'rish kerak deganingizga san'atkorlarga nisbatan aytiladi ko'proq. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Demak, ustoz ko'rmadimi, shogird yo'l o'tib ko'radi va boshi devorga qanchadir muddat urilib, keyin u o'zini yo'lini topadi, lekin u qancha muddat yo'qotadi. Shu haqida. Demak, fikringiz juda ham o'rinli. Bolaga o'smirlik davrida unga ustoz, to'g'ri ustoz tanlab berish kerak. To'g'ri ustoz tanlab berish kerak albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, har doimgidek ko'rsatuvimiz, ya'ni podkastimiz an'anasiga muvofiq ustoz bilan qisqa blitz savol-javob o'tkazamiz. Ya'ni biz bugun shu kasb tanlashga doir masala to'g'risida gaplashdik o'smirlik davrida. Ya'ni shu bo'yicha. Ustoz tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bemalol. Kasb nima? Savolga javob qanaqa berishim kerak? Ilmiy javob berishim kerakmi, hayotiy? Qisqa hayotiy javob berishim kerak. Kasb insonning hayotiga zavq beruvchi ma'lum bir vosita. Kasb tanlashdagi eng muhim omil nima? Kasb tanlashdagi asosiy omillardan biri deya qo'yaylik. Kasbni insonga beradigan manfaat. Qanday manfaat beradi, rohat qanday beradi? Mana bu asosiy omillardan biri sanaladi. Tushunarli. Uchinchisi, qiziqish nima? Ehtirosdan oldingi vaziyat. Qobiliyat. Qobiliyat layoqatdan keyin keladi. Ma'lum bir sohani ustoz orqali erishiladigan qismi. Kasb tanlashda faqat yuqori maosh muhimmi? Yo'q. Xo'p. Noto'g'ri kasb tanlash nimaga olib keladi? Nafaqat o'zini hayotini, jamiyatda bir qismini rasvo qilishga olib keladi. Kasb tanlashda kimlar yordam berishi mumkin? Ota-ona, o'qituvchi, agar zarur hollarda, hozirgi kunda juda ham kerakli deb bilaman, psixolog. Xo'p. Zamonaviy kasblarga misol ayting.
zamonaviy kasblar hozirgi kunda mana rivojlanyapti. SMM, targetologlarimiz, dizayner, ITchilarimiz, sun'iy intellekt dastur yaratuvchilarimiz. Zo'r. Kasb bilan hunarning farqi nimada? Kasbingiz ma'lum bir muddat to'xtashi yoki davom etishi, progressi kechroq bo'lishi mumkin. Hunar siz bilan butun umr bo'ladi. Tushunarli. Va so'nggi savolimiz, kasb tanlash qachondan boshlanadi? Kasb tanlash bola 3 yoshdan boshlab 6 yoshgacha jinsiy identifikatsiyani boshdan kechirar ekan, erkak bo'lishga harakat qilyaptimi, u ota bo'lishga harakat qilyaptimi, o'sha davrdan boshlanadi. Faqat biz buni anglamaymiz. Rahmat. Ustoz, juda ham bir foydali javoblar bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, siz bilan yuqorida aytib o'tganimdek, Tegufu podkastning 2-sonini yakunladik. Xudo xolisa tez kunlarda bu ko'rsatuvni ko'rayotganingizda izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Ya'ni biz bu orqali sizlar bilan keyingi podkastlarimizda qanday mavzularda gaplashishimiz aniqlab olamiz. Ustoz, teletomoshabinlarga yoki kuzatuvchilarimizga so'nggi fikrlaringiz. Manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylaymiz inshaalloh. Agar kelgusi podkastlarimizda ham kerakli mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Albatta bizda ham o'zimiz nuqtai nazarimizdan kerakli deb bilganlarimizni birinchi navbatda berishga harakat qilyapmiz. Aynan aytganingizdek, izohlarda qaysi mavzular qiziqligi ko'plab e'tirof etilsa, shu mavzu haqida ham chiqish qilamiz albatta. Va bu chiqishlarimizni davomida albatta o'ziga xos ustozlarimiz, yetuk mutaxassislarimizni chaqirib, ularni ham psixolog kasbiga nisbatan qanday bir etik, estetik talablar qo'yilishi, bu soha mutaxassislarining qanchalar jamiyat hayotida muhim o'rin egallaganliklarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Maqsadimiz bitta, maqsadimiz aynan ushbu soha va har qanday sohani o'rnida o'zini mutaxassislari borligi va bu haqida jamiyatni ogohlantirish, jamiyatni kechaga ham aytdik, chirkindi g'oya mualliflaridan tozalashga intilish. Shunday ekan, ushbu yo'lda omadimiz bersin. Rahmat ustoz. Sizlar bilan keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.